Xo'p, elektromobillar eng buziladigan narsasi va qimmat narsasi batareyka hisoblanadi. Batareykasi 10 yilga bormasligi aniq boradi, lekin yo'mkis tushib ketadi. Masalan, iPhone ham tutsa 1 yil, 2 yilda yo'mkis tushib ketadi-yu. To'g'rimi? Ну да. Xo'p, elektromobilni ham akkuratni minmasa, misol uchun быстрый zaryadkada qiladigan bo'lsa, yo'mkis tushib ketaveradi. Xitoyda bilasiz, ko'pchilik быстрый zaryadkada qiladi. Bizda bыстрый zaryadkalar ko'p bo'lgani bilan bir oyda bitta, ikkita qilsangiz hech nima qilmaydi. Медленный zaryad 7 kW uyga qo'yib qo'yganman men. Siz ham qo'yib qo'ygansiz-ku, zazemlение qilib turib. Ana o'shani qilib qo'ysa, yo'mkisda sekin tushadi va bemalol haydasa bo'ladi. Xo'p, batareyka qimmat deb o'ylashyapti ko'pchilik. Да, narxi batareykani aytadigan bo'lsam, yo'mkisda tushsa, misol uchun yecheykalar bo'ladi. Misol 100 ta yecheyka deb olaylik. 100 tada kompyuterni tiqqandan keyin ko'rinadi, nechta yecheykasi ketgan. Misol uchun 39-yecheyka, 48-chi va 73-chi bo'lsa, 3 ta yecheyka almashadi, to'g'rimi? Har bitta yecheyka $60 hisoblanadi. Вот оно. $60? Да, Arzon bo'lib qopti ancha. Ancha arzon bo'lib qoldi. Arzon bo'lganini sababini aytaman. Qaysi davlatdan topilganini aytmayman. Bitta davlatdan, o'sha Litva bor, o'sha Litiyda. O'sha topildi. Ana o'sha topilgandan keyin Rossiya ham Xitoy mashinalari ham tushib ketdi bilganmiz. Elektromobillar asosan. Ha, o'sha sabab bo'lgan. O'sha sabab.